Halkım sizlarga xudo xolasa elektrositet yanında birinchi etajda 94 kvadratli hovli joy degan kvartiramizni ko'rsataman. Bahosini oxirida aytib o'taman. Bu yerda bog'cha, maktab, restoran, saltanat restorani bor, bilasizlar, yo'lga yaqin marshrut, yo'l usti mashinalar to'lib yotibdi bu yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda girish qismimiz. Bu yerda prihoshkalar ko'p ketdilar. Bu domofoni bor. Bu yerda oddinni o'zlaringiz girib chiqasizlar. Bu yerimiz oshxonamiz. Yine. Bir de ovqat pishiradi, bir de yeb ichib, arkaya aynani açıp suv, svet, gazdan muammo yo'q bu yerda. Karush domda. Bu yerda bir katta bir hovli joynikining donanimiz. Adı korpusdan bu yerni. Yine kattagina ko'rib turibsizlar. Konditsioner qoladi. Remontlar ham zo'r atib ketganlar. Ko'rdingizlarmi? Kattagina. Ben de girişte yine girdik. 10 kolumuzda sanuzelimiz, tuvaletimiz. Girişte 10 kolumuzda tuvaletimiz, отдельный, bir anda sanuzelimiz. Yine düzük koydular. Bir yana bitemiz. İma karanlar. Bir yana adı korpusta hem bir havlu joydan katta alıngan ekan berler. Remontlar ham zo'r atib ketganlar. Bu yerda yana bir spalniy xonamiz. Gelasizlar, aziyatib yashaysizlar bu yerda. Bu yerda yana bir xonamiz. Kattagina, ko'rdingizlarmi? Yana. Ko'chaga qarab turibdi aynamiz. Ayna ochib berib turib. Buning sizlarga xudo xolasa bahosini aytaman. Bahosi nechasida bo'laysizlar? Kommentariyga yozib ketinglar, lekin bahosini aytamasizlar. Bahosi 680 milyon so'm, üstünde gelişiladi. Naqd pula, mashinalar bo'lsa, üstünde gaplashiladi. Ikkilamchi kreditlar berilmaydi lekin. Bahosi 680 milyon so'm. Aytdim axir. Üstünde gelişiladi, xudo xolasa. Normalniy sizlarning ko'nglingizga baho beriladi, xudo xolasa. Minning karush domdan, yine chendik o'rtasida bu yerda maktab, bog'cha, restoran, hamma marshrut o'tadan 9-5, 19 bu yerda yuradi masalan. 4 Şunun gaplar. Shuning uchun canlari sog' bo'lsin, podpiska bo'lib qo'yinglar. Xorazm uy-joy kvartiraga nomerlarni pastda qo'yaman, telefonlashib kelaverasizlar, xudo xolasa. Kim shu joyni olsa, nasib etsin, shu yerda to'ylari bo'lsin. Nima deydi? Bu joyni olgandan keyin yana bir joy olinglar, xudo xolasa. Izi davomiy bo'lib ketsin. Ayak yuzlari yarashib ketsin. O'zi bu u ham bir og'amizniki, yaqin og'amizniki. Endi yaxshi inson. Shuning uchun bellarni aytib turibman, to'shinsini, nechun desa, faizli uy bu yerda ichilmaydi, chekilmaydi bu yerda, shuningdan bu yerda. Uyni faizlikini ko'rdingizlar axir. Jonlari sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Podpiska bo'l, shu yerdan chiqmasin, kommentariyani bangillatib qo'yinglar.